siz demak artistlikni kam qilasiz. Umuman qilmayman artistlik. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. To'g'ri gapiraman hamisha. Unday To'g'ri gapim hatto sizga ham yoqmaydi. Unday bo'lishi mumkin emas. Shu oqmi oq deyman, qorami qora deyman. Shu musulmonchilikda ham shuki bor-da. Oq bo'lsa, qora desam, vijdon yo'q, vijdonsizlik bo'ladi. O'shancha yomon ko'radi-da men hukumat. Necha marta qamaldim. Bizda liklik xalq artist, liklik xizmat ko'rsatgansiz. 4 ta lik, 2 ta shik, bitta xalq artist. Bu nima degan gap? Sizga xalq hofizi yo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist berishmagan-a? Bermaydi bizga. Hukumat ahmoqlikda menga orden berdi, mukofot berib, shunaqa beradi. Nega adolatni gapirganingiz uchunmi? Ha, millatni gapirganim, adolatni gapirganim, haqiqatni gapirganim uchun meni yomon ko'radi hamma. Haqiqat kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi. Agar bu davlatni maqtasam, bu tuzumda allaqachon orden mukofotlar bu har kun televiziyaga chiqardi. Biz orden uchun ham, mukofot uchun ham qo'shiq aytmadik-ku.